hayron qolaman-da, mana ustalar ishlaydi, klientlar tushiradi ustani. Lekin ishni bitirgandan keyin usta nimaga pulni olish uchun mani oyim kasal, pul kerak bo'lyapti yoki bolam kasal, pul kerak bo'lyapti, pul berasizmi deb o'zini ishlagan haqqini mana shunaqa оправдаться qilib, argumentlar keltirib olish kerak. O'zini ishlagan haqqini so'rayapti-ku. Nimaga pulimni bering bo'ldi, men bitirdim desa bermaydi-da klientlar. Aynan onasi kasalligini yoki doriga kasal kerak yoki ro'zg'orga pul kerakligi uchun shu gapni aytib turib klientdan pul olish. Bu sal g'alati emasmikin? Bu ishladi, uyingizda mehnat qildi, pulini argument keltirmasa ham berib olish kerak emasmi? Avvalambor o'zi o'sha ustalarga ajratilgan pul o'zi tegi yo'q bo'lsa, ustani tushirib nima kerak bor unda? Sal tushunmaydigan narsalar bor-da. Hayron qolaman.